Hurmatli qushsevar do'stlarimiz, mana biz podolni boqamiz, to'tilani. Mana endi hammasini hovliga joy quramiz. Hovli isib qoldi. Shunday quramiz hozir. Ko'rib kuzatib turinglar, inga baho berasizlar. Podolda endi quyosh tushmaydi, ancha quyosh sevadigan qushlarda bular. Shuni tashqariga olib chiqmasak bo'lmaydi. Mana shuni tagiga quramiz hozir podoldagi. To'tini cho'kka olib chiqamiz. Oldiga bitta sepga tortsak, qishda ham turadi. Mana ichki tarafga. To'rt xonamiz bitta qolib beramiz. Birinchisi karellalarga, ikkinchisi merazovchilarga bo'ladi. Sepga tortsak, baholasa bo'ladi. Inlarimiz bitta qoliydi. Karmushka joylarni, ovqatlanadigan joylarni, oshxonalarni o'rnatamiz. Endi ichki eshiklari qoldi. Bitta ohak sepamiz. Tepalarga ohak sepmasi bo'lgan ketdi. Qushbozlari inimiz tayyor. Hozir mana soat kechasi 10:30 bo'ldi. Ishdan olib chiqdik. Yarim karellar. Mana ustiga jaliza qo'ydim. Kunchining quyosh tushadi o'tgan. Mana merazovchilar hammasi nazar qilishyapti. Merazovchilar, inilari, tuxumlari bor. Hammasi o'zining tuxumini tanib olishdi. Karella yana o'tiribdi. In qalay bo'pti? Yoqqan bo'lsa like. Yetib yoniga ana dinkalarni ochamiz. Qol bo'ldi. Qo'ydim. Qapaslarni ko'rdinglar. Endi hammasini tozalash kerak. Hurmatli qushsevarlar, mana ana dinkalarni endi bitta xudo xolasa ularni ham tashqariga olib chiqamiz. Papugalarni oldiga qo'ydim endi. Ulardan keyin mana papugalarimiz kimlarga narsa qilyapti. Mana bu karellalar bilan mana silib temigan bir. Agar bular bilan bo'lib qolsa, u cho'q tashib bir. Meras bo'shgan. Baho berasizlar o'zinglar. O'tole. Elimizdan bitta. Kamchilik bo'lsa yetinglar. Mana ana dinkalarim. Pingvin degani bor. Isabella bor. Hammasidan bor. Anta oq bolajonlar. Mana dinkalar qo'shildi. Mana poloponlari kichkinalari hali kichkina bo'lgani uchun qafasda qo'ydim ularni. Hammasi mana akkuratni joylashdi, xudo xolos. Ish tugadi.